Investor bazani qadrli obunachilari, bugun sizlarga Farg'onada ochilgan yangi aboy skladimizni har doimgi Face brend bilan ko'rsatib Assalomu o'tamiz. alaykum Stro bazani obunachilari. Xudo biz Farg'onada ikkinchi aboy skladimizni ochdik. Bu yerda sizlarga hozir qisqacha obzor qilib beraman. Bu yerda asosan aboy samaklik aboy mahsulotlarimiz. Buni nimaligini tushuntirib beraman, chunki farg'onalik akalarimiz ko'pchiligi bilmaydi ekan. Xo'p. Samaklik aboy orqasida o'zini mana shunday salafani bo'ladi-da. Salafani oladi, bitta uyni remont qilaveradi. Aboyni yopishtirib yuboradi, o'zini kilayi bo'ladi. Bitta yopishtiradi, o'sha yerda xudo xohlasa hech qanday muammo bo'lmaydi. Xo'p, bu aboylarimizni skladimizdan buni 30 xildan oshiq, buni 10 xildan, buni 10 xildan oshiq rasvetkalari bor. Endi bularning razmerlarini aytib o'tib ketaman. Balandligi 1, uzunligi 20. Bitta rulonda 20 kvadrat tashkil qiladi. Xo'p, g'ishli balandligi 1, uzunligi 6, bitta rulonda 6 kvadrat tashkil qiladi. Bunisi sal boshqacharoq bo'ladi. Bitta uzun list bo'ladi, balandligi 1.20, uzunligi 3 metr. Bitta uzun listda 3.6 kvadrat tashkil qiladi. Mana shu listda bitta rulonda 10 ta, ya'ni 36 kvadrat tashkil qiladi. Hop, eng qizig'i bu aboylarimiz albatta mo'shi bo'ladi. Kir, dog' bo'lsa, luboychasiga artib, yuvib ishlatsanglar bo'laveradi. Hammom shunaqa joylarga qo'ysanglar, suv tegsa ham hech nima bo'lmaydi. Endi manzilimizni tushuntirib o'taman. Farg'ona shahar 5 bola prom zonaning ichida. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun narxlar bo'yicha bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Sizlarni skladimizda kutib qolamiz.